Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. Eynek programımıza hoş geldinler. İlşat sizim hoş geldiniz. Ve aleyküm assalam. Hoş bulduk. Ee, Yana bir şirketinin yana aldığında çıkıp duruptuk. Bugün İkinci Cumhuriyet, yani 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'de işletilgen bazı atalgılar toğırlık söhbet yaparımız. Hem de Şarkı Türkistan Cumhuriyeti 1933 yılda Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. O birinci bolsun da mükemmellik cihetde teğinbeklik jay oturgan ve terak ta'sir qozgan cihetin ikinci Cumhuriyet, yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti teğinbek nime mükemmellik aqlıqı uzunroq davamlaşqan. Hem de Şarkı Türkistan bu Şarkı Türkistan ve ikinci Cumhuriyet kuruluşu etkileyen hareket olsa inqilab mı yoki kurash mı? Hem de nurgun kelimelerninki siyasi kelimelerninki bazı kelimeler bir ma'noni egallasa, ba'zisi nurgun ma'noni tang ep keldi. Shu ma'noni o'xshamaydigan bir ma'nolarni bildirdi. Bu yerga hamda inqilab mı yoki kurash mı? Bunun farqi nima? Yaxshi savol bo'ldi. Men buni to'g'riliqmi, menmi jiq o'ylashdim. Esimda bor, texi bir necha ayning oldida bir qitim Asad Sulaymon, bizning tarixchimiz, ham ideologiya tarix, Uyg'urning madaniyat tarix tadqiqotchi. Asad Sulaymon bilan paranglashib, mush to'g'riliq azroq muzokara qildik ikkimiz. Asad Sulaymonning fikridan olgan bo'ldim. Men buni inqilab deb tushunish xatomiki deb o'ylayman, faraz qilaman shaxsan. Chunki biz inqilob deganda, bu inqilob degan so'z inglizcha revolution, hamda o'qimayman, inqilob arabchadan kelganmi yo farischadan kelganmi. Bu asldagi hamda inqilob revolution. Revolution deganninki riba oldiki. Inglizchada qayta degan gap. To'g'ri. Evolution degani hamda evolutiondan kelgan, ya'ni yildiz evolution, o degan taraqqiyot. Bu revolution degani hamda inqilob deb tushundirsak, mushu so'z bilan chiqsa tang deb so'z tushundirsak, inqilob degan qayta, ya'ni bir yengilanish, yangi bir taraqqiyot yoki yangi bir. Ammo bu moddiy taraqqiyot, fan texnik taraqqiyot emas, insonga qaratgan. Mesela bunun tarixini qaraydigan bo'lsak, Angliyaninki Magna Carta deydi, şu unimi inqilab deydi, revolution deydi. O nemini o'zgartdi deganda, podshoga cheklimi qo'ydi. Angliya podshoning huquqiga birinchi qitim xalq qo'zg'alan avom bilan birlashib, oqso'ngaklar podshoning huquqiga cheklimi qo'ydi. Bu manda degan vaqtida insonlarning tushunchasidagi yana burungi tushunchada podsho, amir, mayli nima bo'lsin, islomdagi biz ba'zi xalifami dedik, masalan Osmonlining xalifa, Abbosiylar xalifasi, Umayya xalifa. Bularning hammasi bir xil yaratquchining yana tashqi bir sirliq kuchninki homiyligida bu huquqqa erishgan. Shuningda ular odatki insonlarning alayda turdi deb qaralgan burungi tarixda. Shuning uchun birinchi qitim bunda bir kishiga, yana podsho, bu ulug'larga cheklim qo'yish insonlarningki qimmat qarashi, o'zininki bir podshoning puhrasi, yana qulga o'xshash. Podshoning puhrasi deganlik qulga o'xshash. Bu ideyadan o'zini podsho bilan tang qo'yish Angliyaninki 1600-yildagi şu inqilobdan boshlangan. Uningdan keyin Amerika inqilobi bo'ldi. Nima uchun Amerikaninki mustaqilligini inqilob deydi deganda, Amerikaninki jumuriyat birinchi qitim insoniyatda yaqinqi zamonda bir demokratiya, yana insonlar o'zi qonun tuzab bir davlatni idora qilish. Angliyaning bo'lsa podshoga cheklimi qo'ydi, ammo podshoning yana shu vaqtlarda ma'lum darajada qonun chiqarish huquqi bor. To'g'ri. İnkar qilish huquqi bor. Ama Amerikaninki inqilobiga kelganda, mustaqillik inqilobida bu bir yangi, yana yot bir ziminda, yani bu zimin aslida Amerikaliklarning emas. Hozir biz Amerikalik degan oqlarning emas. Angliyadan kelib,
bu yerni taraqqiy qildirdik deb, oxirsida bu yerda bir davlat qurdi. Bu davlatning qonuni insonlar tuzib chiqqan. Hammamiz teng barobar deydi. Hammamiz teng barobar. Bu yerda podshoh yo'q, oqso'ngak yo'q. Sen men hammamiz barobar. Saylangan kishimi barobar ag'dirib yetalaymiz bu deb. Shuning uchun bu bir inqilob. Chunki insonlarning qimmat qarashi butunlay ostun ustun bo'ldi. Uningga ergishib bir 10 necha yildan keyin 1789 Fransiya inqilobi boshlandi. Fransiya inqilobi bu inqilobning ichida yaqinqi zamonga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan inqilob. Nima degan vaqtida Fransiya inqilobida dinni inkor qilgan. Dinni inkor qilib butunlay insoniyatning taraqqiyotiga hamda hammasi emas, ama asas güç bir mezgilgacha Fransiyadagi Hristiyan dinini cheklimi qildi. Hristiyan din cherkovlarning yer zaminini tortib oldi. Har qanday Hristiyan dinninki dinni arboblari oldi bilan Fransiya davlat qonuniga qasam berdi. Apasidin huquqnamay xalqdan elido deb shu qoidalarni chiqarib, manda degani ma'lum darajada dindarlarni bosib deb Padişahını mı şu vaxtdaki Louis XIV deyman. Fransiya padişahını apırıp bişini çıkalısını çanıdı. Bu birinci qitim inqilab resmi bir zo'ravonlik inqilab bo'ldi. Shuning uchun Fransiya inqilobini yaqin zamonda eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan deb bugungacha talishadi. Bu inqilob. Bu inqilob. Shuning uchun men qisqa tushanchamda inqilob degan vaqtimizda biz bir zaminda yaşayan milletinin qimmat qarash, e'tiqodi va kelgusi, madaniyati hammasini qaytadan yangilaymiz, yangi bir inson tarbiyalaymiz degan bunda faoliyat ko'rishlarni inqilob desak, bu to'g'ri deb qarayman. Chunki Sovetning inqilobi, ya'ni o'kta bir inqilobmi qanday bo'ldi deganda dinni butunlay chekladi. O Fransiya inqilobi qaraganda texmi bir kaskin. Buningda har qanday dinni chekladi. İslamning chekladi, Xristianning chekladi, chaqirganni chaqdi, Buddizmnikini, dinni ulamolarni hammani palab o'ltirganni o'ltirdi. Shahar aholilarini bir-biriga madaniyatni, burjuaz madaniyatini, konu madaniyat, feodal madaniyati deb, qadimiy madaniyat hammani vayrona qilib etib, kommunizm ideologiyadagi yangi bir avlod inson tarbiyalaymiz. Shuning uchun bu inqilob. Chunki odamlarni qaytadan psixik jihatdan qaytadan tarbiyaladi. Xitoyning kommunizmini hattoki yaqindagi biz manga o'xshashlar ozroq beshidan kechirgan madaniyat inqilobi yana. Umi inqilob. Nima uchun uni inqilob deymiz deganda, madaniyat inqilobida hatto bizninkini mo mechitlarni chaqdi, Uyg'urlar bugungi kunga o'xshash cho'shqi go'shiga majburlandi, cho'shqi bekishga majburlandi. Assalomu alaykum dalamaydigan bo'ldi. Hamma narsani ostini ustidan qilib insonlarni qaytadan yasaymiz dedi. Endi xo'sh, bu inqiloblarninki negiziri insonlarninki psixikasini, madaniyatini, e'tiqodini, qimmat qarashini hammani qaytadan yasab chiqish. Yangi bir ideologiya bilan. Buni inqilob. Endi biz Sharq Turkistonninki 2-chi Cumhuriyatning mustaqil bo'lgan 49gacha bu yerda dinni inkor qildimi, inkor qilmadi. Shunaqmi? Xo'sh. Bu yerda Uyg'urlarning madaniyatini inkor qildimi, inkor qilmadi. Til yezgimizni inkor qildimi, inkor qilmadi. Hech qanday bir narsani inkor qilgani yo'q. Hatta mening bilishimcha Ahmad apandim hamda birinchi prezidenti deymiz, bosh rais jumhurimiz Ilg'on To'ran bo'lsa diniy ulama. Diniy ulama, islomninki diniy ulama. Ahmad apandimni xatm Qur'onni nihoyatda chiroyli qiladigan bir inson deydi, tasvirlanganda, jiq kitoblarda o'qiganimda. Demak, o davrdagi bu Sharq Turkistonni qurg'uvchilar bo'lsin, uningdan keyin bizning bayroqni qaranglar. Ay yulduz. Ay yulduz nemining belgisi? Hem e'tiqodimizning belgisi, hem bizning an'anamizningki, masalan O'g'izxonninki
Altı balısınınki ay, yıldız, kök, yani demeti altı isim. Mesela Deniz. deniz, tağ, işte derya degandek bir neçe alt Ha, 12 türlük isim hemmesi var, demek tabiatninki. Onun içinde ay mı var, yıldız mı var? Bu demek bizninki bu müstakillik fakat milli müstakillikni yana devletimizni qaytadan asliga keltirish, millatni qaytadan qad ko'tarish, qaytadan madaniyatimizga varislik qilish va uni taraqqiy qildirish. Bu yerda inqilob ma'nosidagi bir narsa bormi desak, agar zo'lab opirimiz desak, faqat Xitoyninki ishg'oliyatidan qutulish yangi bir hayot bo'lsa, ammo biz bu yerdagi bu Sharq Turkistondagi shu ikkinchi jumuriyatni vujudga chiqargan bu kurash inqilob maqsadida emas. Yana Uyg'urlarni shu yerga yashayotgan ham biz bilan teng kurash qilgan qozoqlarni hammani qaytadan bir Sovetninki kommunistlardek yoki Xitoy kommunistlari keyinda ip bo'lgandek bunda odamlarninki qimmat qarashi, e'tiqodiy, madaniyati hammani qaytadan yaratimiz degan bunda bir maqsadning borligini ta hozirgacha men ko'rgan materiallarda ko'rmadim. Meningcha buningda shak shubhisizki bizning bu bir mustaqillik kurash, mustaqillik bir harakat. Ta bugungacha bizning maqsadimiz yana shu. Mustaqilligimizni asliga keltirish, til, yoziq, e'tiqodimizni asliga keltirish va gullantirish. Yana uni qadimkiga varislik qilishning ustida taraqqiy qildirish. Bunda bir sharoitda. Hargiz inkor qilish emas. Shuning uchun meningcha biz shu inqilobchi, inqilob ubu degan so'zni bu inqilob ko'pincha vaqtida bir xil insonlarni qayta yasab chiqmaydigan bir narsani ma'noni berdi. Shaxsan men bu so'zga azroq degandek qabul qilib ketamayman. Bag'an siri, hamda burun desa biz men shunday inqilob deydigan ishlatgan vaqtlarim bor. Ammo bag'an siri buni hamda har bir so'zni men jiqaraq o'ylashni yaxshi ko'raman, o'qigan siri. Bu so'zningki kommunizm ideologiyasiningki bir xil xam xiyolninki jug'urilganligi buni his qildim. Shuning uchun meningcha bu ikkinchi jumuriyatning qurilishini inqilob deb qo'shilib kelishilik sabab bu inqilobni yoki bu kurashni, jumuriyatni qurish kurashni boshlaganlar hammasi Sovetda o'qigan, Sovetning ta'siriga uchragan va Sovetning bevosita yordamiga erishgan. Shuning uchun bu yerda Sovetning kommunizmdan kelgan bu inqilob huquq bu yerga singib kirib ketib, shu peti elib berilgan. Ammo lekin biz hozirgi bugungi kunga kelgan vaqtida bu kommunizmning mohiyatini ko'rdik, bu inqiloblarning mohiyatini to'nib yetdik. Endi yana davomli buni inqilob deb atash meningcha degandek durust bo'lmaydi deb qarayman. Shuningga men o ikkinchi jumuriyatni vujudga chiqargan bu harakatni, bu kurash, harakat, faoliyat deyishni to'g'rimiki deyman. Ham mushunda deyishni tashabbus qilman shaxsan. Chunki har qanday bir so'zni ishlatganda o so'zningki o'ziga singdirilgan tarixiy yig'indisi, ma'nosi bo'ladi. Uning bilan biz ishlatgan vaqtimizda ba'zida o'ylamay ishlatib qolsak, o ma'nosini biz tang ib bo'lgan bo'lamiz. Uni qabul qilgan bo'lamiz. Shuning uchun men o ikkinchi jumuriyatni vujudga chiqarganda bu bir inqilob emas, bu bir kurash deb biz kurashchi, mustaqilchi, jangchi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. To'g'ri, har bir kalima nurg'un vaqtlarda o'xshash ma'noda yoki bir ikki xil ma'noni ifodalab turib ishlatilgan bo'ldi. Ammo siyosatga qaragan vaqtda siyosatda men kalimalarni tanlab ishlatish nihoyatda zil bir narsa deb qarayman. Shuning uchun biz
nurg'un narsalarni kalimalarni ishlatgan vaqtda nihoyatda zilliq bilan bo'lib siyosatga yoki siyosiy bir nimaga imzolashga vaqtimizda bo'lsin buni nihoyatda zilliq bilan qarashimiz kerak deb qarayman. Ani keyin men bildigan ancha muncha narsalar bo'lgan uchun ancha muncha qo'shiq deb qo'yay. Nima Mao inqilob dedik emasmi? Inqilob to'g'rida oldu. Mao haqiqatan Fransiya inqilobi nihoyatda dunyoga haqiqatan bir ta'sir ko'rsatgan bir inqilob deb qaraldi. Bu temaga bek munosabatli bo'lmasmi? Masalan, bir podshohlik tuzumdan yoki milliy davlatga o'zgargan, keyingi nation deydi emasmi? Milliy davlatga o'zgargan bo'lgan buniki nima masalan inqilob degan vaqtida masalan revolution degan vaqtda ostidan ustiga yoki ustidan ostiga deb ikki turli bo'ldi-ku deyman. Yana bir ostidan ustiga deganimiz shu Fransiya inqilobiga o'xshash ostidagi xalqdan qo'zg'alib to'pini omlashtirish. Endi ustidan ostiga degan gap qanday desa, Osmanlı xilofatininkiga o'xshash. Bular masalan ustidagilar biz bu podshoh Aqso'ngaklar o'zi chiqarib masalan biz parlament qurayli. Masalan Angliyanikida podshohni cheklagan, xalq cheklaganda o nimanikida Osmanlı xilofatinikida buning to'pidan ostiga bo'lganligi uchun ular o'zi bir parlament podshoh o'zi qo'yib o'zi chiqarib, o'zi bekor qilib bunday qilgan bo'ldi. Bu ostidan ustiga bo'lganlarning asosan nima bo'lsin? Nihoyatda nima deymiz? Turkcha başarılı deymiz, nima bo'lgan? Muvaffaqiyatli bo'lgan. Ammo to'pidan ostiga bo'lgan inqiloblar asosan yengillanmay buzilib ketgan avvaldan. Ben bu şeyi qo'shib qo'yay. Qolganiga endi ikkinchi savolga kelsak aka. 40-yillar ikkinchi Cumhuriyetimizningki qurgan bu kurash nurg'un masalan vatanda masalan bizning adabiyot kitoblarimizda bo'lsin, hatto Mavzuninki masalan tarafi bo'yicha bu uch viloyat inqilobi bu deb masalan uch viloyat inqilobi deyish orqali buni bir Jungoninki o'zini yengillashdagi inqiloblarninki bir qismiga atib etadi masalan. Bu mesela Jungo'nun yeni kurup çıkıştaki bir nimette edip özgü atı ötüdü. Bu yerdeki bu köreş yani. Bu Şarkı Türkistan'ın inkılap mı ya ki müstakillik görüşü mü? Ya ki üç vilayet inkılap mı ya ki müstakillik görüşü mü? Bu texmo keskin yaxshi bir savol bo'ldi. Hech qachon bu üç vilayet ko'rishi emas, shu viloyat inqilobi emas. Siz degan mavzuning gapini jiq Uyg'urlar ishlatgan, vatanda yozilgan jiq aslamalarda bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi qatnashganlarningki keyingi Xitoy tarafida turib yozilgan aslamalarda mavzuning bir so'zini jiq ishlatdi. Üç viloyat inqilobi Jungo inqilobininki bir qismi degan. Chunki shu so'z orqali kitaplarını yazıp nashr qilishga imkon bordi. Burun hamda hozir o imkoni yo'q bo'ldi. Shu vaqtlarda hamda oldi bilan Mavzuning bu so'zni qo'yib, yana Xitoy buni muayyanlashtirgan degan, tasdig'idan o'tdi degan manda bir narsa bilan. Hamda bu yerda qanday bo'lib bu viloyat inqilobi deb qo'yilib qoldi deganda, buning keyinda menimcha aytib cho'ng maqsad bor. Masalan, men bir mezgil vatanda vaqtimda xalqlarning shu viloyat deb yurdim men bu. Faxrlandi. Faxrlanish xato yo'q. Ammo lekin bu atalg'u nihoyatda cho'ng bir suiqasd deb qarayman men. Shuning uchun bu to'g'riliq men Xitoychada maqola yozib, Xitoylar bilan bu to'g'riliq azroq nem qildim, bas munozara bo'ldi. Nima uchun bu viloyat emas degan vaqtida biz qarayli bu kurashning boshlanishi. Boshlanishi garchi Nilqidan boshlandi, ammo G'uljida 11-oyning 7-si qo'zg'olon boshlandi. Qo'zg'olon 7-chisilar boshlandi, 12-chisilar yana Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurildi. Uch viloyat Cumhuriyeti emas. Bu yerda qurilgan uch viloyat Cumhuriyeti emas. Qurilgan bu Cumhuriyetning ismi Sharq Turkiston. Bu Sharq Turkiston yana 33-yildagi qurilgan shu Sharq Turkistonninki davomi. Sharq Turkiston degan vaqtimizda
üç vilayetini kösetmeydi. Cenub Tangırtağı'nın, şimal ve şark. Mayakta Şinşin şağıça, ayakta Pamir, Karakurum tağları, Mayakta Gulcu tarafta İli Deryası muşu tağla, Altay tağları. Şula bilen çıgıranıp, muşu azırki atalmış Abdunum rayonunun içindeki muşu çıgıranı kösetken bu zımınni şu vaxtıda Şark Türkistan dep şu cumhuriyetini kurgan. Onun deyin keyin Meyli ili dolkunları degan kitaptı bu emas o hatalaştım. Ana yurt Zordun Sabır'ın yazgan ana yurtta da İlhan Töre'nin sözü var. Bu tarihten elingan. İlhan Töre ahırda bu bayrakni Şinşin şağıçı tiklenladıydı. Ayultuzluk bayrakni Şinşin şağıçı apırımızdaydı. Şinşin şağı nerede? Şulayetinin işçiydi mi? Şulayetinin işçiydi emez. Şulayet Gulca, Tarbağatay, yani çöçeklep koyumuz, Altay. O Şinşinşa Altay demez, Tarbağatay demez, Gulca demez. Nim için? Şinşinşa'gıdaydı. Demek Şinşinşa'nı bile Xitay'nın çigirasının mayıkı hemmisi bu Şark Türkistan'dan. Bana diye vaxtıda bu cumhuriyetini kurumuz diyenlerinin coğrafi, siyasi andaki zemin Şark Türkistan. Şulayet emez. Bu birincisi. İkincisi, Şark Türkistan'ın adam şu terkibi karaylı. İlhan Tören bolsa Özbekistan'dan kelgan adam. O şulayetten emez. Ahmet efendim hazırki Sovyet'nin çegirisini bayaktan kelgan. Gulcuda tugulup çoğulgan ama ayak durgan. Bunun içinde mesela İshakbek Bununov Taşkorgan taraftan. Bu şulayetinin adımı emez. Keyinki şu Şark Türkistan 2. Cumhuriyet'te mühim rol oynayan, devlet erbabı boğan, meyli Seyfettin Neziz olsun, meyli Abdülkerim Abbas olsun, meyli Seydullah Seyfullayev olsun, Sopahun Savrub olsun, hemmesi bula Sopahun Tancan Tırpallık o neyme. Onun için Seydullah Seyfullayev efendim okumuldun. Seyfettin Neziz, Abdülkerim Abbasov bula atıştın. Bulanın içinde işgalcisininki birisi bu şulayetten emez. Köpüncüsü bu inkılapının beşiri tuğalla bu şulayetinin sırtırıki adamlar. Şunun için bu demek bu inkılapını başlığalla şulayetini közlemigen. Xitayning bir qismi bo'limiz deb bu inkılapını başlamagan. Yoki şulayet inkılap qilimiz deb başlamagan. Bular mustaqil deb başlagan. Hem bu mustaqilning nishoni bütün Şark Türkistan. Yana 3 vilayetning cheklimi de emas. Onundan keyin bularning harbiy yurish qilgan vaqtida masalan Matarpi Manask keldi. Manask nemiga keldi? Manasning daryosini daryo baxtimiz deb kelmidi. O'chilik qilimiz deb kelmidi. Ürümçi nalimiz Şinşin şağı barımız deb keldi. Milliy armiya. Bu demek yanıla bu 3 vilayetning chegirasining teshini ko'zlab keldi. Endi Janubdagi front deganda Aqsu'ningki Bay, Unsu bu shaharlarni ipo'gan milliy armiya söhbatga to'xtig'icha. Bu demek bir yerde nima qilyapti? Bu 3 viloyatningmi? Emas. Aqsu Altay demez, Tarbağatay demez, Gulcu demez. Onun için Taşkorgan, Qağlıq bu taraflarda yana Milliy inqilobning partizanlari bor. Bular nima qilyapti? Şark Türkistan mustaqilligi uchun partizanlik qurish yeb beryapti. 3 viloyat uchun emas. 3 viloyat uchun bo'lsa nima qiladi Taşkorganda Qağlıqlar yurib Uyg'urlar. Bu demek mayli devletning e'lon qilish vaqtida bo'lsin yoki Ilhan Törenning so'zida bo'lsin yoki devletni qurgan bu devlet erbablarınınki terkibini bo'lsin yoki armiyaninki nishon qilgan zemini bo'lsin hammasi bu viloyatning teshini ko'zlagan.
bu 3 viloyat emas, Sharqiy Turkiston mustaqillik ko'rishi ekanligini isbotlab turdi. Shuning uchun agar buni biz 3 viloyat inqilobi desak, naq Xitoyninki kutgan yeriga dastigan bo'lamiz. Nima uchun degan vaqtida Xitoy birinchi 3 viloyat deyish orqali Sharq Turkistonni inkor qilish, yo'qotib o'tish, tarixdan o'chirib o'tish. Ikkinchidan, Sharq Turkistonning inqilobini kichikiltib bir xalqninki qo'zg'aloni, yana zulmga faqat zulmga qarshi bir qo'zg'alon, ama davlat qurish, bundaq davlat erkinlikni olamiz degan bu mustaqillik harakati ekanligini xarakterini o'zgartib, buni bir xuddi Xitoyning bir o'lkasidagilar ko'chaga chiqib haqqoniyat va degandek manda bir narsaga o'zgartib o'tish. Hamda bizda kelgusidagi bu kurashni davomlashtiramiz deganlarga buni bu bir 3 viloyat inqilobi, shu 3 viloyatdagilar qo'sig'i to'ymay yoki norozilik bildirib ko'chaga chiqqan, inqilob qilgan, Jungoning bir qismi bo'lamiz degan manda deb turib, hozirmi qarasak tarix kitoblarida Xitoyning yozganida masalan bu inqilobni bir turkum bo'lgunchilar bir mezgil kontrol qilib olgan, buningga Ahmad apandim boshliq bir turkumlar buningga qarshi chiqqan, shuning bilan bu Sharq Turkiston degan qisqa mavjud bo'lib, uni yo'qotib o'tib, 3 viloyat inqilobininki bu inqilobninki Jungoning bir qismligini saqlab qolgan deydi. Agar bizmi buningga agishib, buni 3 viloyat inqilobi desak, biz Xitoyninkini rost qilgan bo'lamiz. Biz Xitoyninkini dastaklab bergan bo'lamiz. Mening hayron qoldig'im, chet eldagi Uyg'urlarningmi ko'pincha vaqtlarda o'ylamayla, abay biz dedik, kalimalarning bo'libmi siyosiy, bo'libmi bizning mustaqilligimizda Sharq Turkiston degan bu naiti siyosiy quyilib ketgan, naiti nazuk bir atalg'u. Buningda biz chin turolmay, Xitoynikini qabul qilsak, shu Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurish uchun mayli Harambag urushi bo'lsin, mayli Jin urushi bo'lsin, mayli Shixo urushi bo'lsin, mayli Manas daryosida bo'lsin, mayli Aqsu Onsu baylarni oladigan vaqtda shu yerda o'lib ketgan, shu Rizvongul qatorliq shu qahramonlarimizga, shu shehidlarga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bu xiyonatchilik. Ular u kurash qatnashgan vaqtida 3 viloyat deb qatnashmagan, milliy erkinligimizni olamiz deb kurash qilgan. Milliy erkinligimizni, mustaqilligimizni qo'limizga olamiz deb qon to'kib jon bergan. Biz hamda uni Xitoyga agishib 3 viloyat inqilobi desak, bu bir ulug' var. Muqaddas. Arzu. Bu bir ulug' var. Bir cho'ng harakatni, kurashni kichiklashtirib, xunuklashtirib Xitoyga moslashib bergan bo'lamiz. Shuningga oxirsida jig'inchoqlab aytsam, 44dagi bu kurash mustaqillik ko'rishi. Birinchidan inqilob emas. Ikkinchidan bu kurash 3 viloyat inqilobi emas, Sharqiy Turkiston mustaqillik ko'rishi. Bu natijaga erishgan. Ma'lum rayonda, ma'lum darajada ta 49gacha bayrog'imiz shimolda davomlashgan. Hattoki Urumchiga kelgan vaqtida Milliy armiya shu bayroq bilan kirgan. Demak, ta Milliy armiyani Xitoy chechib, oxirida yo'qotib o'tkicha bu armiya yana Sharq Turkiston shu arzu bilan davomlashib mangan, garchi nayt ichinishlik oqibat bilan yo'q qilgan bo'lsa-mu, shuning uchun bu yerda ta'kidlaydig'im bo'libmi, hargiz 3 viloyat demaslik inqilobi. Bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi. Yana 33-yildagi birinchi Cumhuriyetning davomi ham bugungi bizning kurashlarimizdan va
hazır ip beriyotgan bu faaliyetlerimizin nişanı. Yani şunu qayta tiklaymiz davatimiz. Şunun için bir yerde bu inqilab emas, asliga keltirish, millatni qaytadan tiklash, erkinlikka erishish ham bu 44-kisi shu viloyat emas, Sharq Turkiston mustaqilligi. Rahmat. Tugdi. Rahmat aka, naiti zil bo'lgan bir temani yo'ritib bergan bo'ldingiz. Masalan, Xitoyning kimi masalan cho'ngni kichikiltib, kichikni yo'qotish deydigan masalan bu Xitoyning gapimi yoki ishlatib keladigan bir gaplar. Yana birisi bu Xitoynikida asosan bo'lgunchi unsurlarni masalan yo'ldagi chashqanni ur qilgandek degandek bunda ishlatadigan kelimalar bor. Yoki bo'lmasa bir o'chim unsurlar bir qism bo'lgunchilar deb masalan butun xalqning Osondagi radikallar. Osondagi radikallar. Bu bütün xalqning noroziligini kichiklashtirib, nihoyatda bir kichik qismdagi bir bu xalqning turmushini buzayotgan bir buzg'unchilar degan shaklda kichikiltib atashgan raqamda. Buni nihoyat yo'ritib xalqimizga sunganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Sharq Turkiston Cumhuriyeti, birinchi Cumhuriyet bo'lsin yoki ikkinchi Cumhuriyet bo'lsin, bu hamda yilda bir qator bayramdan buni dag'duqliq o'tkazib qo'ydigan emas, har vaqt bu to'g'riliq temalarni yo'ritib, fikrlarni deb turadigan, xalqqa bu to'g'riliq leksiyani berib turadigan bir tema bo'lg'achqa, biz yilda bir qator emas, bu masalan yil oxiri bo'lsin, buni bir xalqimizga yo'ritib berish uchun to'g'ri ko'rdik. Hozircha anglab qilib berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Aning keyin bir ta'kidlab qo'ydigan ish nima? Qaysi kuni bo'ladi deb deyilibdi. Odatda biz hamda seshanba kuniga to'g'rilab qilyapmiz. Hamda buni har haftaning seshanba kuni Amerika vaqti soat 5 bilan qilmoqchi. Hamda bir o'zgarish bo'lib qolmasa, cho'ng o'zgarish bo'lib qolmasa, hamda mushaqada davomlashadi Xudoyim buyursa. Hammanglarga rahmat. Elshadga sizga rahmat aytaman. Vaqtingiz chiqdi. Sizlarga rahmat, ekran oldidagi do'stlarga rahmat. Kelar qatim ko'rish amon bo'linglar. Allohga omonat.